Assalomu alaykum azizlarim. Uzoq safarlarda yurgan aziz vatandoshlarim, mening aziz jigarlarim, menga aziz bo'lgan mehribon qarindoshlarim, aziz va mehribon qizim Gulbahor, men seni tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Bundan buyon hayot yo'ling ravon bo'lsin. Bolalaring mehribon bo'lsin. Kelajaging porloq bo'lsin. Baxt quyoshi hamisha sen uchun porloq bo'lsin. Topib tutganlaring barakatli bo'lsin. Bolalaring ehson beradigan darajada boylar bo'lishsin. E'tiborlaring uchun rahmat. Sen uchun bir chiroyli she'r aytmoqchiman. Baxt axtargan qiz. Bor ekani yo'q ekan, bu hikoya bor ekan. Qadim o'tgan zamonda, balkim yaqin zamonda bir oila yasharkan. Oilada 4 farzand baxtiyor yashar ekan. Oilaviy jam bo'lib, tadbirkor bo'lgan ekan. Ro'zg'orlari obod-u havas qilgudek ekan. Kunlar o'tdi, oy o'tdi. Oy ketidan yil o'tdi. Bolalar katta bo'ldi. Vaqt voyaga yetdi. Oyga teng qilishsalar, oydan ham go'zal ekan. Yulduzning go'zalligi ularga teng kelmaskan. Yusufning Zulayhosi go'zallikda tengmikan? Majnunning Laylosi ham unga teng kelarmikan? Balki bu go'zalliklar ilohdan kelganmikan? Bu go'zallik sehridan butun olam yorirkan. Hovliga chiqishsalar, ko'rgan havas qilarkan. Ota-onasi hayron, sovchi keti uzilmas. Qizimiz yosh desa ham odamlar qo'ymas ekan. Axiri qizlarini bir joyga uzatishdi. Taqdiri ekan bu deb o'zlarini yupatishdi. O'zga uyga kelin bo'lib, go'zal qizi ketibdi. Taqdiriga tan berib, baxtli yashay debdi. Borib 2 farzand dunyoga keltiribdi. Kunlarning bir kunida ko'chaga chiqib kiyov qaytib kela olmadi. Tandirga samsa yopib turgan edi kelinchak. Samsa ip keting dedi. Kuyov unga qarata, hozir kelaman dedi. Qo'liga majbur qilib samsa tutdi kelinchak. Qo'liga olib samsani bitta tishlab qo'yibdi. Kasalxonaga borib, kelay singlimni ko'rib, qaytib kelib hammamiz jam bo'lib yeymiz dedi. Kelin uni kuzatib, tezroq kelin kutamiz. Al-qissa chiqib ketib, qaytib kela olmadi. Mashina urib ketdi. Novqiron bu yigitni yoshgina kelinchagi qaytib yorin ko'rmadi. Issizgina kelinchak faryod qilib qolibdi. Shunday go'zal oila hayoti barbod bo'ldi. Sarson bo'ldi, xor bo'ldi. 2 bolasi qoldi. Qaynota, qaynonasi uydan qaytib jo'natdi. Xorizorlik ko'rishdi. Odamlar bo'xtonidan kelin juda qiynaldi. Ota-ona ham sarson. Boshlari qotib qoldi. Odamlar bo'xtonidan qovunning ham yaxshisin itlar yeyishar ekan.
Bir yigit va'da qilib, uyga yotib olibdi. Kuyov yigitni kelib, bo'g'ib qo'ymadim debdi. Taqdir ekan hech kimga endi bermayman dedi. Hech kimga xor qilmayman, yaxshi qarayman dedi. Alloh guvohdir menga, so'zim beraman dedi. Ko'p va'dalar berishib, aldab qizni olishdi. Taqdiri qursin uni, do'zax azobini ko'rdi. 16 yil yashadi, 60 yoshga qaridi. Qutulish yo'llarini ko'p axtarib ko'ribdi. Axiri bir kun turib, chet ellarga qochibdi. Zolim eri ortidan ko'p bo'xtonlar ortibdi. Uni har kuni aldab, psix dori beribdi. Jinni qilib ayolni o'ldirmoqchi bo'libdi. Bilib qolib bechora uzoq elga qochibdi. Qochish uchun bu yerda hech najot topolmabdi. 9 yildir chet elda sarson bo'lib yuribdi. Bolalari sarson bo'lib bobosida qolibdi. Azal hayot bu, go'zallik baxt topmagan. Tohir bilan Zuhra ham bir-biriga yetmagan. Dayli bilan Majnun ham jinni bo'lgan vasliga. Farhod bilan Shirin ham yetolmagan baxtiga. Bu eshitgan hikoya asli o'zi rost bo'lgan. Bu achchiq hikoyaning guvohi Alloh bo'lgan. Bu achchiq hikoyaga yuraklarim to'kilgan. Allohim rahim qilsin, kelajagi porloq bo'lsin.